Ergashyapmizmi? Ergashyapmiz. Bironta yahudiyni, nasroniyni, musulmonlarning odatiga taqlid qilganini ko'rganmisizlar? Bironta yahudiy, nasroniy musulmonning kiyimini kiyib, musulmonning urf-odatlariga amal qilayotganini ko'rganmisizlar? Nimaga ular ergashmaydi, nimaga biz ergashamiz? Payg'ambarimiz qiyomat alomatlarida deb aytayapti. Qarichma-qarich arshim-marshin ergashasizlar. Ammo musulmonlar orasida peshqadamlikda da'vo qilayotgan odamlar bor. Bular madaniyat, taraqqiyot da'vosi bilan musulmonchilikka to'g'ri kelmaydigan narsalarni hayotga olib kirib kelayotganini ko'ramiz. Shuning uchun birodarlar, tug'ilgan kunlar, mana yaqin qoldi, yangi yillar, Valentin kunlar, yana qanaqa kunlar bor? Musulmonlarga yarashmaydi bu narsa. Diqqat qiling, musulmonlarga yarashmaydi, qolganlar qilaversin. Nimasi yomon? Biz hammaga yomon demayapmiz, biz musulmonga bo'lmaydi deyapmiz xolos.